Salom do'stlar. Hozir qo'lingizda nima bor? Telefonmi? Ko'zingizdami? Ehtimol ko'zoynak. Atrofingizga qarang. Derazalar, lampochkalar, idishlar. Bizni qurshab turgan bu narsalarning umumiy jihati bor. Ular shishadan yasalgan. Lekin siz hech o'ylab ko'rganmisiz? Biz har kuni ishlatadigan bu shaffof mo'jiza aslida oddiy qumdan paydo bo'lgan. Bugun biz shishaning 5000 yillik sirlarga boy tarixiga sayohat qilamiz. Tayyormisiz? Unda boshladik. Hammasi kutilmagan baxtsiz hodisadan boshlangan. Tasavvur qiling, 5000 yil oldin Finikiya qirg'oqlarida savdogarlar ovqat pishirish uchun olov yoqishadi. Qozonni ko'tarib turish uchun kemadagi tabiiy tuz, nitrat bo'laklarini qum ustiga qo'yishadi. Olov shunchalik qiziydi-ki, ertalab ular kul ostida g'aroyib, yaltiroq va tiniq narsani ko'rib qolishadi. Bu insoniyat tarixidagi birinchi shisha edi. Qiziqarli fakt: shisha suyuqlik ham emas, qattiq jism ham emas. Olimlar uni amorf qattiq jism deb atashadi. Uning molekulalari tartibsiz, xuddi suyuqlik kabi, lekin u qattiq harakatlanadi. Qadimgi Misrda shisha oltindan qimmat bo'lganini bilarmidingiz? Ha, fir'avnlar shisha munchoqlarni eng qimmatbaho taqinchoq sifatida taqishgan. Chunki u paytda shisha yasash juda qiyin edi. Asosiy o'zgarish. Ammo bundan 2000 yil oldin rimliklar dunyoni o'zgartirdi. Ular shishani puflashni o'rganib borishdi. Tasavvur qiling, oddiy metal naycha orqali shishani xuddi sovun ko'pigi kabi puflash mumkin edi. Shundan so'ng shisha faqat qirollar uchun emas, oddiy odamlar uchun ham qulay buyumga aylandi. O'rta asrlarda Yevropada shishasozlik shunchalik muhim ediki, Venetsiyadagi ustalarga oroldan chiqib ketish taqiqlangan. Kim sirni sotsa, o'lim jazosi kutardi. Nega? Chunki ular dunyodagi eng tiniq shishani va birinchi haqiqiy ko'zguni ixtiro qilishgan edi. Nega bu muhim? Ko'zgu. Insoniyat birinchi marta o'z yuzini aniq ko'rdi. Bu psixologiyada burilish yasadi. Linzalar. Galiley shisha tufayli yulduzlarni ko'rdi. Leeuwenhoek esa mikrobni. Shisha fanning ko'ziga aylandi. Siz hozir ushbu videoni ko'rayotgan bo'lsangiz, demak shishaga rahmat aytishingiz kerak. Yo'q, men faqat ekran haqida gapirmayapman. Dunyo okeanlari tubidan minglab kilometr uzunlikdagi optik tolali kabellar o'tgan. Bular inson sochidan ham ingichka shisha tolalardir. Internetdagi barcha ma'lumotlar yorug'lik tezligida shu shisha iplar ichida harakatlanadi. Fakt: optik tola ichidagi yorug'lik ma'lumotni shunchalik tez tashiydiki, siz dunyoning narigi chekkasidagi inson bilan soniyalar ichida gaplasha olasiz. Xulosa qilib aytganda, shisha bu qumning ikkinchi hayoti. U 100% qayta ishlanadi va tabiatga zarar yetkazmaydi. Bugun olimlar o'z-o'zini davolaydigan yoki quyosh nuridan energiya oladigan aqlli shishalar ustida ishlamoqda. Shunday ekan, keyingi safar qo'lingizga shisha idish olganingizda uning ortida 5000 yillik olovli tarix turganini eslang. Agar sizga shishaning bu sehrli tarixi yoqqan bo'lsa, videoga like bosing va kanalimizga obuna bo'ling. Sizningcha shishasiz hayot qanday bo'lar edi? Izohlarda yozib qoldiring. Keyingi ko'rsatuvlarda ko'rishguncha.